Amerika Aqllar Fondi Jamestown Fondi jamiyati tarafidan elib berilgan bir tadqiqot ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonda atalmış majburiy ishga o'rinlashtirish va nomrodlikni azaytish siyosati kelar yili davomlashar ekan, hamda majburiy emgak texmi umumlashar ekan. Ammo burunqidek ro'shan ko'rinmaydigan bo'lib qoladi ekan. Tadqiqotga qaraganda ishg'olchi Xitoy hukumati 14-5 yillik planda belgilangan har bir talantli odamni ishga o'rinlashtirish siyosati nomida nishonliq yezi nopisiga ishga o'rinlashtirish va tarbiyalash talabini kuchaytgan. Shuning bilan birga dokladda yer ishiltish huquqining shu yerdagi dehqonlardan davlat egiligidagi hamkorlik kooperativiga yutkilganligi, yerlik xalqning yo'tkab ishga o'rinlashtirish orqali muoshlik emgakka majburlanganligi ko'rsatilgan. Dokladning avtori Adrian Zins mundaq dedi: "Buning bilan Uyg'urlarning majburiy emgaki texmi umumlashida, lekin maxfiy ilib beriladi." Angliyada Cambridge Universiteti o'quvchilari maktabning Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasiga sukut qilishga qarshi Uyg'ur huquq harakatini qo'lladi. Maktabning kishilik huquq uyushmasi tomonidan shakllangan bu faoliyatda o'quvchilar maktabga 2 maktub yo'llagan. Bu faoliyatning ahamiyati Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur tili, an'anasi va urf-odatini yo'qotishni maqsad qilgan madaniyat erki qirg'inchiligiga qarshi tonishni o'stirish ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Germaniyada Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ko'rishganda Amerikaning Xitoy shirkatlari va shaxslarga qaratgan jazosini bekor qilishni talab qilgan. Ilgarilishicha, bu uchrashish juma kuni Myunxenda o'tkazilgan bexatarlik yig'ini arpisida elib berilgan. Bayden hukumati davlat bexatarlik andishi sababli bir qism Xitoy shirkatlariga ba'zi texnikalarning sotilishini cheklagan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotiga qaraganda, ministr Wang Yi Germaniyada 60-navbatlik Myunxen bexatarlik yig'iniga qatnashayotgan Ukrainalik mansablishi Dmitry Kuleba bilan ko'rishgan. Wang xalqaro vaziyatda qanday o'zgarish bo'lishidan qat'iy nazar, ularning Ukraina bilan bo'lgan munosabatini normal taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini bayon qilib, Xitoy to'qinish rayoniga yoki to'qinishayotgan taraflarga ajalli qurollarni sotmaydi degan. Garchi Xitoy Ukraina krizisidagi betaraflikni ta'kidlagan bo'lsa-mu, ammo Beijingning Moskvani ayblashdan o'zini qochirishi va bu jarayonda Rossiya bilan bo'lgan strategik sheriklik munosabatini cho'nqurlashtirish pozitsiyasi Amerika va G'arb davlatlarining tanqidiga uchradi. Vengriya hukumati Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik tashkilotiga a'zo bo'lishni tasdiqlash masalasida Amerika Kengash palata a'zosi bilan ko'rishishni rad qilgan. Amerika Kengash palata a'zosining 2 partiya vakillar umiki Vengriya poytaxti Budapestga berib, hukumatni Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik tashkilotiga kirish talabini darhol tasdiqlashga chaqirmoqchi bo'lgan. Lekin Vengriya hukumatidan hech qanday bir rasmiy kishi ular bilan ko'rishmagan. Saudiya Arabiston Tashqi ishlar ministri Faysal bin Farhan Isroiliya bilan diplomatik munosabat o'rnatish uchun oldi bilan mustaqil Falastin davlati qurilishi kerak dedi. Bin Farhan 60-navbatlik Myunxen bexatarlik yig'ini doirasidagi bir yig'inda o'z davlatining G'azzada yuz bergan ishlar va Falastin masalasidagi maydonini tushuntirdi. Germaniya Mudofaa ministri Boris Pistorius Myunxen bexatarlik yig'inida so'z qilib, Rossiya va Xitoyning ta'siriga taqobil turish uchun garchi siyosiy farq bo'lsa-mu, davlatining Afrika davlatlari bilan quyuq munosabatni taraqqiy qildirish kerakligini o'tirg'a qo'ydi.